Hammadan o'zini tijoratini rizqini tepib yeydi. Biroq mening mau ishqda ishq. Assalomu alaykum, adib. Voy, qanday ahvoling? Qanday ahvoling? Yaxshimi, salomatmi? Tinchlikmi? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Kel. Yaxshi turdingmi? Yaxshi. Nimada yaxshi turdi desam, meshing ekan-ku. Aka, men kichkina yaxshi turay. Kela. Aka. Dilla yaxshi turaymi? Ahvoling yaxshi. To'nglabsana. Uzun bo'ldi ko'rshammidik, 5-6 kun bo'lib qoldimi? Dugdarab judingmi lalmiliqlaring oqmay. Velis qilib olgan bo'lsang, lalmiliq degan bo'ron chiqib o'tiribdi. Haqsiz bo'ron chiqib, sho'rg'al chiqib kitoblarni uchirib o'tiribdi. Qayoqda desin, o'shalam yog'amdi. Birinchi qitimda bunday yoqsa, qish kitoblarni qonun tegidan chiqarib tatmagan. Sen şu kanadaki dügdarab içmesem kırgıdak öylerimin kanmagandı. Ya Allah adaş, sen o sesik yapan kaçandır ya. Adaş, hakka degin olmaydı. Undaq burun şaştılar yok kara. Ağırlıkçan bulup kaldık degine. Va? Ağırlıkçan bulup kaldım kara. Vay bu gipin gemdi kurt konguzlam işenmez. Ne işlemdi? Bir yerin ağrımdı. Uy, bir yerim ağrımagan bilen bir kısmın bulup kaldım. Qanda? Emasdi bir xil kasal bo'lib qoldim qara. To'g'ri deyman. Yo bu doktorga boray desam, sopsaq. Bormay desam, emasdan bir. Voy! Boshqa bo'lib qoldim qara, endi sen kelsa. Tushundim. Aroq oxir aldı degan ish. Sening bir gipingga o'xshaydi, yig'lamay davagin. Voy, men yig'ilmadim, o'z boshqa yig'ilib ketdi-ku. O'z yig'ilib ketdi-da. Ha. O'z yig'ilib taqashulanlarmi? Tova. Mana o'ngshaldim. Mana boshqa qo'yib qoldim qara. Bu ajoyib. Tova. Haqqi desam sen, endi qo'zi ko'chib qarayag'ashva-ku. O'yli qilib. Voy, tova degina odamni qo'qqisiz kelib turib, ash qarayag'ashni qishib, chilashqich ish bir kech qo'nitmadigina. Shuning bilan atganda diringni cho'chib tushadim, qopdim. Diring cho'chib tushdim. Keyin bu yig'laydigan aralashib keliblar. Bir yig'ab bir diringni cho'chib, bir yig'ab boshqa qo'yib qoldim qara. Baqansir ustib ketsan-da. Sen bu qarayag'ash. Sen o birin qaraq vermez, gödüm qunib chiqadigan nima? Menda yuragim o'z kirib qo'nsa sen bo'ldi. Oxiri aroq yengildim degina bo'ldi. Voy. Hammanglar mushta kasallarni aroq ko'rishlar ekan. Aroq bitardi, nima gunoh? Voy, shu abilab shu aroqning davo bo'lyapmanda, birim qissam saqib qolgan mushta qissam, ipil faqana. Saqib qolmada yuraverma. Doktor bo'lgan davolaydi meni. Ay, doktor davolamaydi bu kasalni. Dahan ko'rib faqat gidayman. Dağanğa? Qiziq odamdasan. Nima qilgan ko'rinsa? Voy, qarayag'ash, tish qarayag'ash emas. Odat qarayag'ash emas, ani. Kasalni aroqdan taqquning rasmi. Endi qarayag'ashdan ko'rsa, doktor o'g'an yora dağanni nerdan topqansan sen? Voy, mushtabda 50 ni ishchidigan bo'lsam, saqibni ketibdi. Voy, ishdigina bilan uni ixtiyor qilib ishga olmaydi-ku, hozir qimmatlab ketdi, birining bahsi uning taq o'sib. Onun üstüge bu toy-toyken oturuşlarda harak duymaydığı bir kamlaşmaga qilib chiqarib oldi. Bekarlik doğru yo'q oldu degan gap. Toy-toylarda harak qo'shnimiz yaxshi, pak qiz jidal majrasini uzavatadi-ku. Kichikdan birini epagini. Vaqt o'tirib olganda kuch yesa, kichik boldek yig'laysa, bilib turib harak olib beramdim sana. Voy, bugun bir bilmagan sadagan ketay, bilmagan bo'lib bugun uxlamagan sal, demedim sana bu epagi. Bilmasam bo'lmaydi, alog'ing degan. Uning ustiga men kitobni tijoratini qilib, sen harak olib bersam, seni qaslaganda bo'laman. Yo'q, qashlab qo'yinglar, junim. Qashlab Harak davamay. Daral doktorga beringlar, so'rilib poch qo'yiladi, o'lab qolmanglar-da. O'ylab qolmay jumaras, adash. Bora, doktorga. Kechib ketdi. Akana pulingni ishga ol, ha? Pulingni ishga ol. Nima qilsa? Voy, doktorxonaga darvozasiga kirib qo'yib puldaydi, aqcha. Aysa ketdi, 10 tiyin yo'q ketdi, sening o'zingga satolar, qadi kitobning og'aynisini hamiz bildigan tusadosh. Qutulg'ili bo'lmamdi nima sendan? Bu dollarlarimga to'g'ri, menda pul yo'q-da hozir. Mana birni kitob sotmadim degandan beriman. Dastlab qilmagan do'kondan pul ketgan nat ko'rgansan. Yo'q, bir kitob sotmadingmi? Unga mol bo'lmadi ham. Voy,
Mani yana chiqdi ya. O mashta qolib qoldim bura. Astagfirullah. Nima kitob sotamsan, cho'chisan? Voy tova. Saqin tillamsan ya. Qandoqmi qilamadingmi? Urib sotqilibmisan kitobni? Voy. Dapaq xaridalaga, onamdiki, ammamdiki. Ya satgan ketaylar. Ya bir onun kitobini bir yeb qo'ysanglar bo'lmamdi deyman-da. Voy. Ya haraqni ichidikda ishlab qo'yib pulga. Ya endi bir olsanglar bo'lmamdi, bu yerda oshxonalar, adam kitobxonlar hech kim yo'q. Ya bo'ldi. Voy aralashib olasan. Ya yeb qo'ysanglar bo'lmamdi deyman, oldim da shunday. Keladi bu. Deyman-da. Bo'ldi. Bu kitob olmaydiganlar bu. Bo'ldi. Adash, dastlab qilganmisan beratding, ha? Onun chatoq yo'qdi. Dastlab qilib qolasiz, adash. Ay. Yo. Mana. Amma kitap balesi bundan o'chunadi. Mush kitobdan men uyga birini olgan. Uyda yetmay bizga. Yana 3ni oldim, 4ni oldim. Mush kitap. Voy, ishonmasa. Amma mushta kitap. Amma shoirmi bir romanni amma yezitib ketganmi? Shoir? Amma mushuni o'qib. Voy, kitap balesi. Kitap bo'la, mashtaxola. Roman bo'la, mashtaxola. Hammasi mush kitap shuga. O'shuni nechta o'shuni gapda bu. Qizliqlarga tushunib, jini chiqib ketdi. Bu kitobni olmagan adam emas inson oldu. Ya menga. Bu kitoblar hozir uyimiz yotdi bu kitop sizga hozir kitobxonlar yo'q. Mishadimi oxir qis qoldimi? Qis bu kitap. Qayerga keldingiz? Yaman qilib kitobni shuchunmi? Qayerlarga kelib qoldingizmi shu o'qib? Amma ashuni kelibsizda. Bu dahshat qiziq yerlarmi shu? Shu qadi so'qoqda o'tirib o'quvchi uyga ketib qanda o'qisingiz-chi? Siz olgan kitap mush kitap shu kitap ha? Mushu olgan siz ha? Oy, quloq ketishgan bu. Quloq ketish. Oy, men bu mana bu dayxonni oldida o'qisimi? Bo'laverdi bu. O, kep chopatida hozir bu. Mashinaning labasini 10 tiyin qolmaydi deydi. Regular bekaqasam olmaydi bu. O'qib o'qiydigan bola. Kimda o'qiding sen? Ammo bu vaqon bes o'qiyotgan men. Ya daha izlab yurguncha mashinadan o'qitib bes o'qib qo'ydi. Ey. Ay 20-chi kun o'qib, yomon bo'ronda o'qiydigan buni. Qarab birdan 20 tut bo'ldi. Qarab birdan saqlasak to'liq o'qib bo'ldi. Shuni bilan o'qiganning pulini olamizda dastlab ketdi. Dastlab O'qiganga pul olmayman adashman. ha? Elib uyga akasi pul olaman. O'qiganni nima qilmaysan? O'qigan pul olmayman, bizning kasbning qoidasi bu. Voy, kino xalaqi kino kirsak biletni pul qilib kiramiz. Kinoni akatmaymiz-ku. Bu degan kino, hisob turma kinoga tomdan sakrab tushganida. Tomdan tushganida buni. Bu o'qisildi-ku kitobni. Kimdir bir navbat tushirdi bu ishni. Tova, buni qara. Hey, sen satsang o'zgajimi bilimdan. O'qigan pul olmamsa? Amalu, kasbning qoidasi shu. Oshxona sangmamku. Yeb batgan qomatding. Men aytganda aytganda kelib kavopingdan bir tal. Mantangdan bir tal. Samsangdan bir tal, poloringdan bir tal. Langminingdan bir tal yebla bir taraf bo'latdim-da. Uyga ketmatdim-da. Uyga ketmay qilatim emasmi? O'qigan pul olmaganda ishda bu. Hey, haraq satgan bo'lsang. Voy, haraq satgan, haraq. Aytganda kelib bir bo'tlikka haraqingdan bir varaq o'qib qo'yasan. Har bir kitobingdan bir varaqdan o'qib. Kunda 10 kitobingdan 10 varaq ichib olsam, bir taraf bo'lib bo'lman-ku men.
Sen okumuğa araklarım kanmadı diye. Kündü bilimlikli yürekten de geçti. Yani gerekti mi? Hayır, kooperatif ya. Zıp da sana söylüyor. He. Bilimini bağlasın, aşağını kılıklı lalmalık mı? Oldu. Şu kitap. Ha, mana. Kitap balası. Rızkın aşıba ya, kişiden yer kaldı, okumak yaman buldu Rızkın aşıba. Kege yerini katlap koydun mu? Etken ben de soram şuna yine. Vay ağlamaydı. Neymi kitap okudu ki desem? Ne bir kitap ki bu? Bu roman da vatmamdan, bu şair yazgan roman. Bağvençilikten ulakçılık bilindirip bağven ki bu. Vay bak işte, bu tokaktı ne mi olaydı ki ne bu? Başta o kışını yazgılımamdı. Geldi ya. Oy oy oy.